bizni yaqin tariximizda hozirgi vaqtlarda ham islom yo'lida yo halol kasb yo'lida yurgan kishilarni qomayotgan kishilar yoki islom yo'lida xususan xizmat qilgan odamni qomayotgan kishilar, agar bir ayol kishi mishiqni o'zining erkinligidan mahrum qilib turib, qamab qo'yib jahannamga kirgan bo'lsa, insoniyki Alloh subhanahu va taolo mukarram maxluq qilib yaratgan edi. Shunday mukarram qilib valaqad karramna bani adam, odam avlodini mutlaq hammasini mukarram qildim deyapti Alloh taolo. Mana shu mukarram qilingan maxluqni bo'lib ham islom yo'lida yurgan, islomni qanday qilsam hayotimda to'g'ri bo'lar ekanman deb, islomni qanday qilsam birovga bildirar ekanman deb turgan kishini habs qilgan odam jahannamga o'tin bo'lishiga shak shubha yo'q. Mana bu narsani bilib qo'ymoqligimiz kerak. Kimda kim o'zining har bir farzandiga shunday holatda maosh topib, shunday holatda o'zining inson zotiga zulm qiladigan o'rinda mutlaqo vasiyat qilib o'tib ketmoqligi kerak. Zulm qiyomat kunidagi zulmotdir. Agar shunda sharik bo'lsa, shu zulmlarga sharik bo'lsa, bilsinki ana shu qorong'ilikda birga bo'ladi. Qiyomat qorong'iligida, bu biz bilgan qorong'iliklar emas, birodarlar bu.